Assalomu alaykum. Hozir sizga UzMarketning ijtimoiy promokodlaridan foydalanish tartibini ko'rsatamiz. Bu video qo'llanmani keyin ham ko'ra olishingiz uchun SMS orqali kelgan havoladan foydalaning. Xo'sh, sizga subsidiya bergan davlat organidan SMS xabar keldi. SMS xabarda ijtimoiy promokodni ishlatish mumkin bo'lgan tovarlar to'plami, promokod muddati, ilovani yuklab olishga va shu video qo'llanmaga yo'naltiriladigan havola ko'rsatilgan. Misol uchun, hozir qurilish va ta'minlash to'plami ko'rsatilgan. Sizda boshqa to'plamga promokod bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, UzMarket ilovasini yuklab oling yoki yangilang. Yuklab olish uchun havolaga bossangiz, ilovalar do'koniga o'tasiz. Yuklab olish tugmasiga bosing. Ilovangiz eskirgan bo'lsa, siz yangilash tugmasini ko'rasiz. Ilova ijtimoiy promokodingiz bilan ishlashi uchun uni yangilashingiz kerak. Agar ilova qachondir yuklab, keyin o'chirgan bo'lsangiz, siz qayta yuklab olish tugmasini ko'rasiz. Ilovani qayta yuklab olish uchun shu tugmani bosing. Endi ilovani ochib tilni tanlang va UzMarket bilan qisqacha tanishib chiqing. Yaqin atrofdagi topshirish punktlarini ko'rish uchun geopozitsiya sozlamalarini yoqing. Buyurtmangiz topshirish punktiga kelganini bilish uchun bildirishnomalarni yoqing. Shahringiz to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Noto'g'ri bo'lsa, kerakli shaharni tanlang. Endi profilingizda ijtimoiy promokod chiqishi uchun akkauntingizga kiring. Profilga kirib, kirish tugmasini bosing. Ijtimoiy promokod haqida SMS kelgan telefon raqamini kiriting. Bu raqamga tasdiqlash kodi keladi. Uni kiriting. Endi tovarlar to'plamlarini ko'rish uchun promokodlarning bo'limiga o'ting. Bu bo'lim ham shu yerda, profilda joylashgan. Siz ikkita kichik bo'lim ko'rasiz. Aksiya va ijtimoiy. Ikkinchisini tanlang. Endi sizga berilgan promokodlarni tavsifi bilan ko'rasiz. Berilgan summasi, qaysi to'plam uchun va ishlatish sanasi. Promokodlar hali bo'lmasa, keyinroq kirib ko'ring. Ular paydo bo'ladi. Ijtimoiy promokodlar bo'limini ochish uchun ekranning tepa qismidagi yashil bannerni bosing. Bu yerda siz promokodlaringiz bor to'plamlarni ko'rasiz. Namunamizda ikkita to'plam bor. Oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim, poyabzal, tekstil va gigiyena. Undan tashqari bu yerda siz video qo'llanmani yana ko'rib, uni matn variantini o'qishingiz mumkin. Hamda promokod ishlatish tartibini va tez-tez beriladigan savollarga javoblar bor blokni ko'rasiz. Promokodni ishlatishdan oldin ularni o'qishni tavsiya etamiz. Endi ekranning boshiga qaytib, kerakli to'plamni tanlang. Unda sizga kerakli tovarlarni tanlab, ularni savatga qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Yoki tovar haqidagi tavsif va sharhlarni ko'rish uchun sahifaga o'tsangiz bo'ladi. Va hammasini ko'rib bo'lib, tovarni savatga qo'shish mumkin. Kerakli tovarlarni tanlab bo'lganingizdan keyin savatga o'ting. Buyurtma tartibini yaxshilab tekshirib, rasmiylashtirishni bosing. Endi esa olish usulini tanlang. Topshirish punktiga yoki kuryer orqali. Namunamizda biz topshirish punktiga yetkazib berishni tanlayapmiz. Tanlashni bosib, shahringizni va qulay topshirish punktini belgilang. Endi oluvchini qo'shish tugmasini bosing. Ism, familiya va ijtimoiy promokod haqida SMS xabar kelgan telefon raqamini kiriting. Qo'shishni bosing. To'lov usulini tanlang. Xarid summasi promokod nominaldan yuqori bo'lsa, farqni istalgan qulay usul bilan to'lashingiz mumkin. Xarid summasi nominaldan past bo'lsa, qoldiq yonib ketadi. Namunamizda biz olganda to'lovni belgilaymiz. Endi promokodni kiritish qoldi. Bu uchun promokodlar soni bor maydonga bosing. Keraklisini tanlab, qo'llashni bosing. Siz promokod muvaffaqiyatli qo'llandi degan bildirishnomani ko'rasiz. Buyurtmani rasmiylashtirishga bosing. Buyurtma statusini profildagi buyurtmalarim bo'limida kuzatish mumkin. Buyurtma topshirish punktiga yetib kelganda sizga bildirishnoma keladi. Asosiy sahifada esa ma'lumoti bor flashka chiqadi. Kuryer orqali yetkazib berishni tanlagan bo'lsangiz, u yetkazib berish kunida sizga oldindan qo'ng'iroq qiladi. Savollaringiz bo'lsa, promokodlarim bo'limi orqali bu sahifaga kiring. Javobingizni shu yerda topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.